Qornimiz to'q yursa bu. O'zim xohlagan narsalarim, yangi kiyimim yo'q bo'lsa ham qornimiz to'q bo'lsa bu. Sen nimaga kiyimni harom deysiz? Odam ajratish deb o'ylashadi. Odam ajratishdimi? Abetga nima ovqat qildingiz endi? Bizga pomidor qo'y. Hozir uyda faqat shu bir burda non qolgan xolosmi? Boshqa yo'qmi? Yo'q. Mana shu sarapanda turadi. Kastimga mamasi. Yo'q, rostiga. Bu hovliga kirib kelayotganimda bu oilaning sharoiti juda og'ir bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin aslida sharoit degan so'zni o'zini ishlatish xato ekan. Buning sababi oddiy. Ikkinchi guruh nogironi, kambag'allik, yo'qchilik. Ko'zi tug'ma. To'g'mi? Tug'ma qilsin. Ha, gapirishingiz ham shunaqami? Mana men zamog'ini kirgizib beraman, xolos 50 so'mdan. Bir kunda nechta tikasiz? Ushtada o'sha 100 ming, 200 ming o'yinda qilish. Bir oyda tasavvur qilib ko'ring, bir xonada ham yotoqxona, ham oshxona, ham noodatiy bo'lsa ham aytaman, yuvinadigan joy, cho'miladigan joy ham shu yermi? Qachon oxirgi marta o'zingizlar xohlagan narsani sotib olib yedinglar? Hayt. Haytda. Bekorga siz bu videoni ko'rayotganingiz yo'q. Videoga bir dona like bosib qo'yishni, ko'proq Allohga ko'ngli yaqin do'stlaringizga videoni yuborib qo'yishingiz hamda ehson qilishingizni Alloh xohlagani uchun ham siz bu videoni ko'ryapsiz. Hali maktabga yangi forma qilmadingmi? Nima uchun? Pulimiz yo'q edi. Ko'pchilikning farzandi o'yinchog'i eskirganda yangisini olish uchun yig'lashadi-yu, bu bolalar esa shunchaki qornimiz doim to'q bo'lib yashashni xohlaymiz deb aytishdi. Qornimiz to'q yursa bu. O'yinchoqlarim, o'zim xohlagan narsalarim, yangi kiyimim yo'q bo'lsa ham qornimiz to'q bo'lsa bu. Agar bugundan harakatni boshlaydigan bo'lsak, tez orada bu qizcha uchun va uning oilasi uchun uylarni qaytadan chiroyli qilib quramiz, ya'ni ta'mirlab beramiz. Men senga va'da beraman, tez orada uylarni qaytadan chiroyli qilib quramiz.